Xo'p, 5 ta himoyachidek ko'rindi. Yo'q, hozir 4 ta himoyachi bo'lib o'yin qanotda, Xurshid G'iyosov qanotda, Stepi Peretsa hujum chizig'ida o'ynamni to'lgan desak ham bo'ladi, chunki tashqarida ham odam bor va hatto ekran ham qo'yib berishgan deyishyapti. Pressing qilyapti Andijon. Dastlabki daqiqalarda yomon ko'rinmayapti maydon egallari. Yaxshi o'ylanma, lekin birinchi bo'lib farg'onalik futbolchi Ibrohim Halil o'tmadi. Mana bu joyda xato, penalti emasmi? Penalti emasmi? Buni endi bilmadim. Xodimnimi chaqiryapti? Ratinya son qismida jarohat. Chiqib ketadigan bo'lsa, bilmadim endi. Hozircha mana shu birinchi bo'limning asosiy voy. Qoidabuzarlik. O'tkazib yuborgani alam qildi chog'i, shuning uchun hayqirdi. Hakam Aziz yaxshi o'ylagandi, lekin Aziz Turg'unboyevga Ibrohim Halil bosim qilyapti va qoidabuzarlik. Aziz Turg'unboyev jarima zarbasiga ega bo'ldi. Shu joydan zarba ham yo'llashi mumkin. Yana Aziz Turg'unboyevga aniq. Boya Aziz xato yo'l qo'ydi-da. Xoldorxonovga keyin qoldirib xato. Ofsayd bormi yoki yo'qmi keyin ko'rib chiqamiz. Hozir esa qoida buzmagan holatda Ibrohim Halil Yo'ldoshev ajoyib reyd qilyapti. Uzatma yetib boradimi? Mana shunaqa munosabatda bo'lish va qizil kartochka olib chiqib ketish shu epizod uchun. Bilmadim. Nima ko'proq bo'ladi? Farg'onaliklar ijrosida, Neftchi ijrosida, mamlakat chempioni ijrosida chap qanot yonyapti, yondiryapti. Zavqlam Aliboyev shu joyda tepadimi? Yo'ldoshev. Boshqa iloj qolmayapti Andijonda. Maydon markazsiz qoidabuzarlik. Andijon qizil kartochka olmaganda deb davom ettiradigan bo'lsa, Jamshid chap tomonga to'pni uzatdi. Halil, Ibrohim to'pni saqlab qolishdi. Yo'ldoshevdan pas bo'ladimi? Trivelocha pas va to'p o'tdi. Peretsa ichkarida, shu joydan Sayfiyev tepadimi yoki yo'qmi? To'p to'g'riladi. Vau! Joyda zarba beradimi? Shortya. Reydmi? Mana bunaqa reyd ketdi. Chalasan. Boshqa chora qolmadi. Yovevich juda yaxshi o'ynayapti. Iskandarov, nihoyat Iskandarov tepdi va gol! Lekin ofsayd ekan. Ibrohim Halil ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'yishi mumkin edi. Hozir 2-0 ligi uchun raqibga ham og'ir botmasligi mumkin. Ya'ni farqi yo'qroq holat. To'pga tegingan bo'lsa, Sayfiy bu tomonda yuribdi. Bo'ldi. O'sha oxirgi hujum ham oxiriga yetib bormadi.